Wednesday mozzarella. Молодец, akajon. Keyingi poyezdga mana brakam bilan birga. Instagramga rasmni qo'ymanglar. Love you guys, man. I thought it was gonna be 1-0. Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir Orlandodan, Florida shtatidan Atlanta shtatiga keldik. O'zbekiston Kongo o'yinini ko'rishga. O'zbekiston. Let's go. I'm ready for the game. Yes, sir. We should win at least one game. One goal. At least. Короче, biz hozir завтрак qilishga keldik. Sochlarni to'g'rilab, Otash. Nima gap? Assalomu alaykum. Nega o'p ketding? Mana business deylik. Xohlasa shu bizneslarni joyiga qo'yamiz sekin. Уже Лора Пиано такой qo'yadi, Hermes такой, да, Cartier на руках. Sekin Instagramdan o'chirib yuborganman, o'chib ketgan. Sekin скромный движение. Biz O'zbekiston bilan kim o'ynashga? Kongo. Kongo. Yutamizmi? Kongonimi? Endi ular Portugaliya bilan lekin tengma-teng o'ynab berishdi. Biz ham Portugaliya bilan teng o'ynadik. Просто shot haqil bo'lib qoldi. Normalniy Monte-Carlo kasha yegani keldik. Hozir mana narsa zakaz qilamiz. Ertalabdan kasha yesa cho'tki bo'ladi. Xudo xolisa. Hamma flagga oldim. Buni 5 yildan beri birga olib kelganman. O'zim bilan Amerikaga birinchi marta ishlatyapman. O'zbekiston. Buni ustida ko'rasizlar. O'rtada yugurib chiqasan polega. Ha? Kimdir expert ani qo'rsa yugurib chiqaveradi. Bet qo'rsa 1 million kami. Zavtrakimizga keldi. Amerikada eng qiynaladigan narsa bu ovqat topish, payda, normal ovqat yeyishga. Misol uchun mana kasha zakaz qilding. O'zbekistonda misol uchun normal ovqatlar qilib yotibdi-da. Bu yerda hatto bormasang ham $100 restoran bo'lmasa ham ovqati bo'lmaydi har doim, to'g'rimi? Nega baribir yeymiz-da. Boshqa bir yo'llik uchun. Короче, mana o'zbeklar oldiga keldi endi. Nima qilamiz endi, Otash? Короче, men bitta futbolkani olamiz. Oq bo'rilar degan futbolkani. Let's go. O'zbekiston. Hamma o'zbeklar mana masjidda yig'ilgan. O'tgan yillarda. Achkingga olmaysanmi video? Achkingga. Olsan video? Sen oting nima o'zing tanishtirib ketsang videoga. Otim Yusuboy. Olamda yashayman. 18 yoshman. Qizlar bo'lsa aloqaga chiqaringlar deb qo'y. O'tganlar ham o'zbeklar shu yerda yig'ilgan. Hop, aka bizani Amerikadan ko'rar ekanlar, mana ko'rayotganlarda. Otash zamiyat ekansan-da juda. Colorado. Aka Coloradodan ko'rar ekanlar. Keyin yana nima deysiz aka? Ismingiz nima edi? Alisher akamiz Coloradodan. Xudo xolisa qachondan beri Amerikadasiz? 20 yildan oshibdi aka. Wow. 20 yil Coloradoda yashadingizmi yoki New Yorkda? Filadelfiyada. Rahmat aka, shunchalik. O'xshatdingiz, xudo xolisa. Ko'proq video qiltiraylik. Inshaalloh, inshaalloh. Sog' bo'ling. Rahmat, charchamang. Ishlarga omad. Shu yerda biza. O'yinda ham ko'rishib qolamiz. Xudo xolisa. Charchamang. Otash juda bizda juda ham suvotim ham o'zbeklar hamma juda ko'p. Vashta ko'p odam bor, lekin men shunaqa telladim, men qochdim oteliga borib. Otash nima maqsad bilan O'zbekistonga keldik biz? Aytilmaydi maqsadda. Bitta O'zbekiston g'olib bo'lsa, shuni faqat O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash uchun keldik biz. Albatta. Ha, bu yerda ham hamma o'zbeklar shu yerda. Yurmar yo'qda ham video olamiz. Kam? Sani suving qani? Nam bitta polni okalar yig'ilib adashmasam. Endi taniysan bu odamlarni? Ha. Hammani taniysan-a? Yo'q, hammani emas. Yarmini taniyman. New Yorklik, Chicagolik bo'ladi. Ko'rayotganinglarda mana hamma o'zbeklar to'rtta mana. Mana brat, to'ppini ham kiyib olganlar mana. Gap yo'q. Nima bo'pti o'zi? O'zbek milliy raqslari bor. Amerikancha tushunmayapsan u o'tganni.
ham soya tomonga ketdi, chunki nari vashshe issiq kun. Otash soya tomonda turib ko'rayotganinglarda hamma tushunmayapti nima bo'layotganini. Masjidga ham o'zbeklarni yig'ishdi, to'g'rimi Otash? Mana shu sib ketdi odam. Sib ketdi hozirgi paytda ko'rayotgan yerda u hamma xatga qaramasangiz o'zbekni ko'rasiz. Shunaqa joylardan kelishibdi, gap yo'q lekin Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Kaliforniya, Rossiya, Germaniya. Xursand bo'ldik shuncha o'zbekni bitta joyda yig'ilgani uchun. Butun dunyodan kelibdi-da o'zbeklar. Gap yo'q. Hamma shtatlardan, butun dunyodan. Davlatlardan ham eshitdingmi? Germaniya, Fransiya, Angliya, hamma joydan. Hamma. O'zbek xalqi nima edi? United xalqda, Birlashdi. ko'rayotganinglarda nafaqat O'zbekistondan, balki Qozog'istondagi fanatlar ham O'zbekistonga balet qilib Akamdan ko'rib qoldik, Litsey Mozzarella. O'zbekistonni podдержка qilgani kelibdilar. To'g'ri. Va biz hozir O'zbekiston hammamiz birgalikda Kongoga qarshi o'yinga boramiz. Yutamizmi? Hozir aynan sahnaga chiqishimiz kerak. O'yin berasiz takoy. Takoy lo'q. Tayyor. DJ. Bo'ldi, gap yo'q. Tanisani bilani? Yo'q, bilmayman. Men endi aka o'zbekchani qanday tanimayman, chunki xat bo'lmaysiz. Bu bola qalinli DJ bilmasa kerak. DJlar, DJ Mozzarella bor. Shular. Bana oldinda Amerikada DJ Snake bo'lsa, bular O'zbekistonda DJ Snake-da. Yo'q, Amerikada Snake emas. Snake Fransiyada. Diplomlarda. Yo'q. Amerikada ko'proq kam DJ, juda ham kam. No, допустим, пусть будет Martin Garrix dedi. Acha Gollandiyani Calvin Harris ko'proq da. Amerikada DJlar kamroq-da, lekin mutakontent beradi. Da. Ko'proq Yevropada, eng prям top. Diplolar to'plarida, to'g'rimi? O'zbekistonning diplosi sizsiz. Yes. Nomer 1 hozir DJ bular bo'lib turibdilar. Gap yo'q, tanishgandan xursandman. Rahmat. Bularni men birinchi Dijmoy neba degan joy bo'lardi. O'sha ko'rganmiz birinchi 18-yil, 19-yilda. Gap yo'q. Undan keyin Amerikaga ketib bordik. Ketdilar undan keyin. Menga ishonmagan bular. Ko'rganmiz. O'rtoqlar hozir televideniyani ko'rib qoldik. Olasbek mana hozir intervyu beradi. Hi, that's the news? Yeah. Atlanta news first. Atlanta news first. All right, ANAF. Say again? That's the Uzbek news. That's the Uzbek news right Welcome here. to Atlanta. Right? Atlanta news. It's a blog, YouTube blog. Alamı toz intervyu beradi. On the flag, where's the flag? Where's the flag? Brother, intervyu uchun flagingizni berib turing. Здрасте, как вы? Откуда вы? Ташкент. С Ташкента. Это будет где-то до 6. До 6? Да. Прекрасно. И потом, до 5:30, потом этот марш будет туда. А, все отсюда прям пойдем? Да, туда пойдем. Алха. Узбекистан келачек не будет. Отлично. Это для блога. Вот у меня у друга блог. Блог. Прекрасно. And now Классно. Очень хорошо. Where do you live? Orlando, Florida. Not very far. Like 6 hours drive. What's this been like today watching folks from Uzbekistan? So, everyone here that you see, they're not just from the United States. These are the people from all over the world. And some people came from France, some people came from Germany, some people from England, But Uzbek. are from Uzbekistan. So it's like a community that they built so far, you know?
Misoli, короче, Gentra ko'rganmisizlar? Umringlarda Amerikada yana Gentra bor, oq Gentra, qora emas mana. Gap yo'q. Kim mashinasi bo'lsa ham gap yo'q. Toshkentdan olib kelishibdi. Aka, sizning mashinangizmi? Nima qildingiz aka? Buni rastamoshka qilganmisiz olib kelganingizda? Bu yerda yig'dingizmi? Motori necha aka buni? 2 litr. Ha, yo'q, turbo. Malibu motor. Yo'q, Malibu bu zavodskiy koreyskiy 2 litr. Ha, yo'q, bizda u Bahavskoy ekanda. Bizda o'sha 1.6 bilan 1.8 bo'lib bizga kelgan boshida eksportni bo'lib kelgan. Ha. Gap yo'q, bu Amerikada necha pul endi? Bu Amerikada men 4,5 mingga oldim. Endi shu turishiga kelishiga 120 mingdan oshib ketdi-da. Gap yo'q. Zo'r. Amerikada birinchi marta ko'rishimda. Ishlari ham boshqa zavod emas. Ichkarini ochsa bo'ladimi? Ham salonni ko'r. Ana salonni ko'rayotganingizda, polni o'zgartirishdi salonni. Gentra mana sizlarga Amerikada. Rasmga olib qo'yaymi? Odamlar O'zbekistondan keladi Amerikaga. Boshida ko'rishga, biz navorot. Gap yo'q. Ana orqadan Gentra ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q aka. Chotki. Aka, rasmga tushib olasizmi? Gentrani oldi. O'zi navorot payze bo'lish kerak-da. Ana shu bahonada mana turib olasiz. Bular pivets edilar, adashmasam. Aksho ekan shularlari. Gap yo'q. Gentra ko'ryaptimi? Hamma mana shu O'zbekistondan mana kelgan ko'rayotgan edi. Salom, rasmga tushib ol, Otash. Otash. Sen ham tusholmaysanmi rasmga? Tushib ol. Tekin-ku. Odamga aniq bilmayman nima degan. Odamdagi odam degan. Sen bilan rasmga tushsin, undan ko'rasiz, to'g'rimi? Bratlar ham mana shu yerda ko'rayotgan edi. Hamma Amerika ko'chalarida qatta ko'rgansizlar, hamma O'zbekiston flagini kiyib yurganlar, to'g'rimi? Mana shunaqa payt bilinadi. Kim qanaqaligi, to'g'rimi? O'zbekiston xalqi United xalq. Bir-biriga har doim podдержкада bo'lishga harakat qiladi, Xudo xolisa. Yutamizmi, yutqizamizmi, har doim birga bo'laylik. Eng muhimi. Ham qoravoy turib olganini qara. Mana qoravoy kiyib olganini qara. Ey boshladingiz. Mayli, sani davlatingda biz atak, bu ham sani davlating emas payga. To'g'rimi? Kecha bo'lgan kelgan. Shunga ham adashib yuribdi. Shuning uchun Amerikaga kelish niyatingiz bo'lsa, harakat qilinglar. Mana shunaqa temalarda Xudo xolisa qo'shilib, o'zbeklar bilan birgalikda tema qilsanglar bo'ladi, ishlar qilib, to'g'rimi? Nima unaqa настроение? Tillab ketdingmi? Naryoqda ana yo'q, havo yo'q edi. Odam ko'p, havo yo'q. Keyin hammasi Ha, cho'milib mashinani o'sha yerga parkovkaga qo'yib kelib, keyin pulga ketsak bo'ladi. To'g'rimi? Ana o'zbeklar, qirg'izlar ko'rayotgan. Yo! Olg'a O'zbekiston! Olg'a O'zbekiston! Yes sir. Shunaqa gaplar. Amerikada, masalan, O'zbekistonda mana shunaqa tema qilsangiz, sizdan ham kulardi-da. Yo'q, endi bo'lsa bo'ladi, endi balkim hozir. Noto'g'ri tushunadi, bizani o'zbeklar bunaqa tema. Ana ko'rayotganlar, hamma mana shu O'zbekiston flagini ko'chada ko'tarib yuribdi. Ham qoravoylar aldayapti o'zini. Mana bu Atlanta, Georgia, agar qiziqayotgan bo'lsangiz, Atlanta, Georgia shuni downtowndan oldi atel. Ana bu o'zbek bolalar hammasi yuribdi. Endi Otash boyda, X5 M60 larda. Takoy. Kurs qo'yding-da hozir, ana qaydash kerak. Men bitta qizlarga o'tmaydi. Ay, yomon achishdi. Shuning uchun mana bitta atelimizni ishdan olganmiz. uni atel mashinada ko'rayotgan edi. Mana dumaloq atelimiz o'zi. Mana dumaloq. Eng qimmat atel olding-da, to'g'rimi hozir? Yo'q, arzon. Eng qimmatini qidirib topdi. Yo'q, Arzon atelda turaylik desam, yo'q dedi. Unaqa atelda men yashamayman dedi.
qilayotganda hamma mana shu yerda tema qilishyapti. Mashinani o'zingdan parkovka ham qiyin kelmayapti, o'sha o'rningga qilib qo'yishyapti. Beramiz. Shunchalikmi? Beramiz. O'zi otellik anonsi shunaqa ekanda. Policy, zakoni. Qonuni shunaqa ekan. To'g'riga. Siz berasiz. Wallet degan narsa bor. Wallet deb yozib qo'yadi-ku ko'p joyda. Vale. O'shani Mana bu rados. Ko'rding? Ha, qutqardim seni, to'g'rimi? Buni qutqardimmi, seni qutqardimmi? buni qutqarding. Chunki bilmaydi. To'xtab, men aytdim. O'zbekiston! 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 Good luck, brother, good luck. Hozir bizga mashinamizni otelga tashlab taksi chaqirdi. Taksida ketamiz. U otash bilan tayyor formalarni kiyib, xohlasa paddeshka tema qilamiz. Ibratam ancha kutib qoldilar mana ko'rayotganlar. O'zbeklar hamma ko'chada. Hech kim tushunmayapti. Hatto bunaqa ko'p o'zbeklar hamma joyda debdi. Chunki paddeshka tema qiyordi xudo xohlasa. Albatta savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Savollinglarga javob berib berishga harakat qilamiz. Har kuni bilasizlar-ku. Oldinggichalik video ko'p bo'lmasa ham, lekin sekin yana ko'paytirish niyat bor, xudo xohlasa. O'zbekiston! Ko'rayotganlar mana hamma mashhur yig'ilib, sekin rasmga tushyapti. Biz sekin yo'lga chiqdik va unda ichkariga xudo xohlasa. Bularlar mana flaglarni ham ko'tarib olishgan. Aka yutamizmi? Ha? Nechi bo'ladi shu? Biz 3-1 yutamiz. 3-1. Gap yo'q. Ana bratlar, rasmga olib qo'yish kerak ekan. Qani bizlar. Hammalarnimi? Bo'ladi. Rasm, video. Rasm ham, video hamma narsa bo'laveradi, aka. Sani ham olib qo'yingmi, otash? Ha? Sani ham olib qo'yingmi? Aka, do'ppiz nech pul? Ya bu O'zbekiston olib kelman. Ha, yo'q. Sotmayman-ni. Marg'ilondan kelgan o'zi olib kelman. Gap yo'q, aka. Stadionni yaxshiroq tomondan ko'rsatinglar desanglar, mana stadionning ko'rinishi. Hozir biz Gate 1 ga ketyapmiz. Gate 1 da ko'rishib, xudo xolasa, hamma bilan birgalikda O'zbekistonga balet qilishni boshlaymiz. Shuning uchun agarda конечно hamma narsa o'zingizlarga bog'liq deganimda harakat qilsanglar, mana shunaqa narsalarni experience qilsanglar bo'ladi hayotingizda. Ya'ni o'zingizlarda his qilmasanglar, buni boshqachasiga his qila olmaysizlar. Shuning uchun Amerikaga kelishga harakat qilsanglar, xudo xolasa, Allohga tavakkal qilib, vizalarni olib, Amerikada shunaqa experiencelarni ham qilsanglar bo'ladi. Mana bitta bikerlar shoular qilib yurayotganinglardek. Ovozim sal yomonroq kelishi mumkin. Lekin mana bitta Kongoliklar, O'zbekiston, Kolumbiya, butun dunyo bo'yicha odamlar kelgan. Sizlar hamma narsani boricha ko'rsatib ketyapman. Shuning uchun agarda Amerikaga kelish niyatinglar bo'lsa, harakatni qilinglar. Особенно ko'plar baribir ham yoshlar ko'rsa kerak meni kanalimni. Yoshlikdan harakat qilsanglar, kelajakda hamma narsa osonroq bo'ladi. Pastga ahamiyat bersanglar, parkovkalar dahshat. Necha etajligini bilmayman. Vashshe pastlar ekan. Nima deysan shunga? Men kuyib ketdim bugun men. Yuzlarim qizarib ketdi. Da, narsa surib olishim kerak edi. Narsa surmayman, nima qip-qizilman hamma yog'i. Qachon birinchi marta sanaman O'zbekiston o'yiniga tushyapsan-a? Ha, birinchi marta. Toshkentda tushganmisan? Ha, tushganman. Endi Toshkent bilan Amerika manasi farqi katta bo'lsa kerak. Qarang, odamni ko'pligini, Toshkentda ozgina odam. Shunaqa. O'zbekistonda shunchalik o'zbek ko'p ko'rmaganman. Real shunaqada. Naryoqda hamma narsa tiket-miketlar sotyapti ko'rayotganinglardek. Biz atel, biz atel naryoqda, dumalo atel ko'rayotganinglardek to'g'ri degan. Mana bu yerda biz Gate 1 ni qidiramiz. Pole kiraverishi ko'rayotganinglardek O'zbekiston flaglari yana. Mana shu sizlarga amerikanskiy stadion. O'zbekiston deb boshlasa ham bo'ladi, xudo xolasa. Mana sizlarga Amerikadagi stadion. Dahshat. Hamma shu yerda. Butun Amerika, butun O'zbekiston shu yerda. Excuse me, brother. Excuse me. Shuning uchun harakat qilishda to'xtamanglar hech qachon. The time you lose is the time when you stop, dedi. Qachon yutqizasanki, to'xtagan kuning shu yutqizgan kuning bo'ladi, deymiz. Mana sizlarga tashqaridan ko'rinishlar, ichkaridan tashlangan ko'rinishi. Bu закрытый stadion, konditsionerlar полный такой четкий temalar qilib
Hozir o'yinga tushamiz. Go ahead, brother. Uzbekistan. Agarda pollarni experience qilmoqchi bo'lsanglar, mana sizlarga pollar. Ana o'zbek fanatlari nariyoda hamma yuribdi. Bizaniki 223. Nariyo tomonda bizaniki, nariyo betda, narigi betda. O'zbekiston, O'zbekiston. Nima gaplar? Uchun aka nima gap? Nima endi gapirib keting kameraga. Yutamiz, xudo xolisa. Shuncha o'yinda inshaalloh yutamiz. 2-1 ga. Otingizmi? Familiyangiz? Yurayim. Socialist. Omad. Charchabe. O'tganlar ham shu yerda. Xudo xolisa zo'r o'yin bo'ladiganga o'xshyapti. Chunki kaknikak oxirgi o'yinda oxirgi o'yinda yuta olmasa, bilmayman qachon yutamiz. O'zbekiston fan klubiga ham mana yetib keldik mana. Hamma o'zbeklar shu yerda mana. Fayzullayev deganiga. Ko'ramiz qanaqa bo'larmikan yo'q. O'zimiz tepishimiz kerak edi, aka. Yanma-yan. 82-minutga keldik. O'zbekiston bitta gol urganda fan klub normalniy baqirib o'tirdi. Hozir esa O'zbekistonning fan klubidan ancha ovoz yo'q. O'zimizning futbolistlarimizga o'xshab jim mana hech qaysini ovozi chiqmayapti. Kongo esa Kongo o'ynayotganda hammasi ovoz normalniy chiqyapti. Zarekelar babaram shu mentalitet yo'q, slab mentalitet. Futbolistlar birinchidan o'ynadi, ikkinchidan boshqa o'ynamadi. Ko'rayotganlarda slabo, juda slabo. Yoki O'zbekistonning ashaddiy fanatlari ekan, mana ko'rayotganinglarda. Qiynab tashlayaptilar aka. Cannavaro. Jose Mourinho. Gap yo'q. O'yin haqida taassurotlaringizni aytsangiz. Lekin ikkinchi taymda o'sha pressing bo'lmayapti. Chivardi, endi o'rroq. Pressing. Nech chivardi deb Yaxshi o'ynayapti, Varatar ozgina sust, atak. Pressing kerak, bo'lish kerak, pasni o'rganish kerak. Pas yomon. boshqa o'sirolmayapti-yu. Pas yomon, pas top kimga bo'lsa o'shanga gol urib bo'lmaydi, chunki top bunga bo'ladi. Top-topni yutqazyapmiz, top-topni berib qo'yapmiz. Shunaqa. Mana hozir bu narsa qilar mana. Mana tushunmayapti bolalar bu. Gapirmang. Ya. Ochuvchasiga gapirganda ikkinchi taymda vashta kaka qilib qo'yishdi. Kakamasi endi bular ham hammasi bularniki Angliya tomonlariga ko'p o'ynaydi. Boshqa liga, katta ligalarga o'ynaydi. Faqat boqini bo'lmaydi-yu. Bizga 3 ta kishi. Hozir o'sha Habib bilan mani qo'ysa. Endi u bunaqa bo'lmaydi. Men birinchi hali sportchiman. Bular Habib emas, Kongo. Bu bilan birinchi marta. Ya bularni o'ynaydigan bolalar katta joyga ishib o'ynaydi. Bunaqa bo'lmaydi-da. Bunaqa qanaqa fayda yutganda поддержка, uzatganda поддержка bo'lmasa. Ularniki mana bir-birini поддержка qilgani uchun ham 3 ta gol urdi.
shu bitta поддержка bo'ldi. U yog'iga yutqizdi. O'yinni oxirigacha ko'rmadim chunki ko'rishim yo'q, uni foydasi yo'q. Sekin уже chiqib ketaman mana stadiondan. Kim nima desinu? Mana endi haqiqatni gapiradigan bo'lsam, bo'lmadi. Bo'laveradi bizga birinchi marta boqona qilish ham noto'g'ri narsa. Shunaqa deb o'yinchilarga o'rgatib qo'yishadi bularga. Normallikka yutkazishdi. Shunda ham harakat qilmaydi. Boshqalar noto'g'ri deb tushunishi mumkin buni. Men endi to'g'ri haqiqatni gapiraman. Ko'p ota-onalar ham bolalarini bo'ladi, keyingi safar yaxshi bo'lib ketadi deb o'stiradi-da. Kelajakda keyin hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun mayli harakat qilishdi. Inshaalloh endi keyingi safar balki yutarmiz. 4 yildan keyin World Cup'ni birinchi marta ko'ramiz inshaalloh. Mayli, как-никак O'zbekistonni поддержка qilamiz. Молодцы. Yomon gapirmayman. Lekin yaxshiroq harakat qilib qachon necha o'ynashib bo'lardi. Bu meni shaxsiy fikrim. O'zim shaxsiy fikrim islagandek ketaman. Kongochilar yutdi. Молодцы. Omadini bersin. How was the game, brother? Oh yeah, the game was amazing, man. Very fantastic. Uzbekistan. Yeah, we really appreciate you guys. You guys played Thank good you, game. brother. Thank We you. appreciate you guys. Thank you, brother. Love you guys, man. Good job. Yeah, Good like job. you know. It was So- your day today. Exactly. Yes, sir. Next time we're gonna win. Hamma kongochilar mana shu kor. Eng safar biz yutamiz, xohlamiz. Misol uchun biz ham mana shunaqa o'zbek fanati bo'lib, mana shunaqa baqirib, xursand bo'lmoqchi biz, lekin bizani ko'nmas ekan. 4 yildan keyin shunaqa qilarmiz balki, xudo xohlasa. Mana sizlarga Kongoni fanatlari hammasi shu yerda yig'ilgan. Mana Kongo fanatlari. Молодцы. Nima san taassuroting nima? Bu yutqazishimizdan xafa emasman. Men xafaman. Xafasan-ku. Xafa, ichimdan xafaman. Lekin boshida bolalar zo'r o'ynashdi, akalar gapiraveramiz. Boshi 20 ming zo'r o'ynadi. Ha, 20 ming zo'r o'ynadi. Lekin baribir ham mag'lubiyatni tan olish ham qanaqadir geroylikda, так что tan olamiz. Молодцы. Lekin baribir yo'voy deb bilaman, yo'voylarga o'tkazdi. Yo'voy ham qaranglar, qaliyam. O'shanda ovqat normalni ko'rmagan, non ko'rmagan bolalar emas. Lekin yutib ketdi-da. Yutib ketdi. Gapi 3-1. Молодцы. Where you guys are from? Colorado. So you think Uzbekistan would have won the game if they tried a little harder? Yeah, I mean, I feel like they knew they were playing for passion at the end. You know, they weren't going to make it through, so they were just playing for their country. And then second half, Congo just kind of controlled possession, and they were on the attack the entire time, and it just kind of withered away at the end. The first half, Uzbekistan was amazing. I thought it was going to be 1-0 the entire time. I thought they were going to like park the bus, leave it there. But Exactly, yeah. they took their big chance, and it just didn't go their way. But it was a good game. Good game. It's good to even get to the World Cup. You know? Exactly. Great. Props to Uzbekistan. Thank you, brother. Good luck. Yes, sir. Ko'rayotganlarda amerikanistlar ham даже O'zbekistonga balet qilgan ekanda. Hamma balet qildi O'zbekistonga. Birinchi marta chiqdi deb. Ha. Lekin o'xshamadi. Keyin safar amerikanlar ko'proq rasistroq deb. El qorovulga qo'yana bir o'zbeklarga qilgan. Aka kulyaptilar. Nima bo'lsa ham xafagarchilik bo'lmasin. Xudo xolasa 4 yildan keyin harakat qilsa yana bir chiqib hatto grup stage'ga o'tamiz, grupповой stage'ga. Hozir mana Atlantani downtowniga keldik. Downtowndan tayyorlanganmiz. Chunki futbolni poli ham downtown tomonda edi. Hali bizga tushgan futbolni poli. Молодцы. Keyingi o'yinlar xudo xolasa yaxshiroq harakat qilsa, yaxshiroq yutamiz. Keyin ko'rgan bo'lsanglar, Kolumbiya bilan Portugaliya ham 0-0 o'ynashdi. Mana shunaqa baqirib vaqtida Kongoliga o'xshab. O'zbekiston. Mana O'zbekistonni qara flagi. Mana O'zbekiston flagi. Otash Kongoga qarshi nima qilish kerak bitta ko'rsat. Kongo mana.
Voy, beli borib qoldi kulib. Hop, pastga tushib urushamiz. Ko'gochilar bilan. Shuning hech kim mana. Rasulida qalay? Yomon. Beribdi ko'rsatib ber. Shuning uch kerak edi O'zbekiston vatani. Anu bilasanmi o'sha? Hayotingda ishlarsa yoqmayga oxiri kulasan-da o'sha. Alam bor. O'sha alam bor, qo'rqib yurishidan ko'ra kulganing bo'lgan nuradi. Nima gap aka? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Futbol saytida bo'yi kuzatdinglar. Aka, tabriklayman. Yaxshi, молодец akajon. Keyingi poyezdga mana bratan bilan birgalikda birga boramiz. Inshaalloh. Bo'ldi, keyingisiga birga boramiz. Bu qo'shnim meni. Zo'r aka. Aka, rahmat. Charchamaylar. So'ldon aka. Ukam, sayt aytma. Короче, sekin-sekin mana shu connectionlarni orttiryapman. Amta bratan o'tiribdi futbolist, bu yoqda urushdida, UFC'da. Короче, menga olib chiqib. Hatta brat futbolist. Men OG. Aka otlari Muhammadjon. Hosay deyman, aka. Hosay deyman. Amerika topding yaxshimi? Lekin men OG. Yaqinda bu futbolist bo'lish kerak. Ha, yo'q. Shu boyez bo'lish kerak. Ikkitasidan bittasini Tanlolmadilar. Lekin tanlolmadi. Qaysi tanlaysiz? Kim bu? Futbolist bo'lasizmi yo UFC'ga chiqasizmi? Opam yashillardi, o'sha Mayamida, mana o'sha yerga borib. Doktor bo'laman. Bo'lsa doktor, kardiolog, operatsiya qiladigan. Yo'q. Ay, yuzni operatsiya qilaman, burnni qilaman. Kardiolog. Ana har doim mana shu urar ekan. Ya plastik xirurg. Qo'shamiz. Zo'r aka. Boraman. 100% boraman. Biz hozir Kelaman buni ham olib kelaman yaqin. atelamiz. Biz hozir futbolchilar atelamiz. Amta mana sekin-sekin chiqishadi futbolchilarimiz. Let's go. Bratni o'zlarini kutaylik, o'zlari olib kirsinlar, biz borsak, как будто g'alati bo'lib qoladi-da. Aka o'zlari kelib Gaplashyapsizlar Nursulton aka bilan. Nursulton aka bilan bularni juda qadrdon do'st. Nursulton aka number 1. Manda xatga ko'chganlarini Tabiiy keyin gaplashamiz. Ko'rishib, o'zlari bilan vlog qilib yuboramiz. Yaqinda ko'rishamiz aytgancha, o'shaning uchun bilasizlar nima qilish. Shunaqa. Mana bu brat Muhammadjon akani ukalari. Kelganingizda telefonlashib turamiz yana. Mana o'zimizdan shu o'zbek futbolchisi akalar shu yerga kelishdi mana. Hamma rasmga tushyapti, ko'rayotganinglardek. Hamma shu yerda. To'g'rimi Otash? Aka o'zbekcha gapirasizmi? Yes. Yes. Mana shu yerda. Sekin-sekin yig'ilib qurib olishdi. Oteldan joy olib, menimcha. To'g'rimi Otash? Shu otelda turishibdi futbolistlarimiz. O'shaning uchun qolasiz aka. Hozir rostini aytsam, bitta sirni ochaman sizlarga. Tanimaymiz hech kimni futbolistlarni, otlarini bilmaymiz, lekin sekin-sekin tanishyapmiz. Roston aka bilan hali gaplashib o'tirdik. Akasi futbolist ekanlar. To'g'risi bilmadim. Endi tanishib oldik. Rasmiy o'chmoqchiman. Otash fotograf, xudo xolasa. Nech puldan olsan rasmga? Futbolistlar bilan Gap yo'q. Hamma o'zbeklar mana shu degan yig'ilib, futbolistlar mana shu yerda yashashayotgan ekan. Kelib hamma bir-biri bilan rasmga tushib, xudo xolasa tema qilishyapti. Hamma endi mendan ko'chiradim. Instagramga rasmni qo'ymagin lekin. Instagram yo'q. To'g'rimi aka? Qanchalik to'g'ri hozir qilayotgan ish bolalarni? Yoshlik qilyapti-da. Instagram mana shu yo'q meni bolalar, hech qayerda yo'q meni Instagram. Kecha ko'rganinglardek, shu O'zbekiston terma jamoasidagi futbolistlar bilan ko'rishib rasmga tushib oldi hamma. Bu futbolistlarni qatdan tanishlar, qatdan ko'rdinglar desanglar, Said degan bola, haliga Nursulton O'zboyev degan UFC fighterni gaplashgan bola, Otash o'rtog'i. Shu Do'stonbek degan bolani, bratni futbolist ekanlar. Zaminda bo'lib tushdilar, adashmasam ular o'ynadilar kecha. Tanishlari, shu bir-biriga tanish bo'lib olib ketishdi bizani otelga. Otelda ko'rishib oldik. Atlantadan sani taassurotlaring qanaqa Otash? Shu
shu. Men Atlantaga plan qildim. Полностью oldindan o'sha plan bo'yicha ketdim. Hozir ham o'sha plan bo'yicha o'tiribmiz mana kafeda. Yaxshi. O'zi plan bo'yicha boshqa futbolchilar bilan ham ko'rishdik, lekin Said o'rtog'im o'sha hammani taniydi. O'sha bilan kelyotdik o'zi. Yaxshi bo'ldi, lekin shu yutqazib qo'yganimiz Intoka bizda futbolchilar o'zi ham xafa. Kecha gaplashdik futbolchi akalarimiz bilan. Videoga olmagin dedilar, to'g'rimi? Menda olmaylar dedilar, chunki baribir biz ofitsiant emasmiz. Gapini nima gapirishni bilmaydi to'g'risini. Shuni o'shanga olmaylar dedilar. Endi lekin o'zimizda gaplashganimizda aytishdi shu xafaligini, endi albatta tanlanish kerakligini, yana ko'proq ham. Shu, xudo xolasa shudi. Endi главное участие не победа. Agar yutqazdi, tan olish kerak. Tan olish ham mardlik. Так что keyingi safar yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Biz завтрак qilishga keldik. Kofe zakaz qildim. O'rotganlardek bu yerda takoyani. Boylarning joyi ekan. Otash olib keldi masjidga. Hamma masjidda tipa ani boy. Tipa boymi yoki boymi ekan? Boy emas, normalniy. Unaqa emas. Takoyani date'ga olib kelibsan-da mana. Thank you. Sorry. Yep. I want to put it here. Thank you, brother. You're welcome. Appreciate it. Do you need somewhere? You have somewhere? No. Mana ko'rayotganlaringiz brat ofitsiant ekanlar. Baliq, kartoshka, tuxum. Shunaqa yeyish kerak. Завтракmi? Breakfast. Короче, Atlantadan chiqib ketdik-da. Hech qayerda aylanmadik, bor Atlanta. Ne unaqa qaravashi bo'ladi, aylanmadi. Ish qilish kerak, biznes qilish kerak, oilani boqish kerak, aylangandan foyda yo'q. Nechta xotining bor edi? 5 ta. 5 ta bo'ldi. Ha, 4 ta edi. 4 ta edi kecha. Biz ovqatlanishga keldik. Ammo joy topdik, yo'l yuzida, highwaydan shunda tushib keldik. Tushib ichkarida sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Hamma joy ko'rayotganlarda ham trak stop, qanaqadir qishloqda ekan. Mashinadan ahamiyat bersanglar bo'ladi. Asal shahar chetroqlari. Mashina parkovka qildik. Hozir ichkariga kirib bu narsa zakaz qilamiz. Biz hozir ovqat zakaz qildik. Isfandiyor haqida o'zingiz tanishib ketsangiz endi. Ismingiz Isfandiyor. 19 ga kirdingiz yaqinda. Ertaga 19 ga kiraman. Bu yerda o'qiyman Amerikada. Universitet Florida, injineriya o'qiyman. Bu yerda уже 9 yilman. Ana, Atlantaga keldik, O'zbekiston o'yiniga. Yutdi. Ha? Yutdi. Akalar bilan Fatimamiz ham Mana o'qitimiz keldi. Amerika sizga yoqotdimi oxirgi payt yoki yoqmayaptimi? Amerika har doim yoqardi menga. Hey, just put everything in the middle. Yep. Thank you. Yeah, one more, right? Appreciate it. One more? That's all? Okay. Mana o'g'ringlar bemalol sushlarni. Xo'p, Amerikada siz birinchi kurs, ikkinchi kursga o'tdingizmi? O'tyapman hozir. Ikkinchi kurs Mechanical Engineering. Ha. IELTS SAT, siz 9 yil oldin kelgan bo'lsangiz IELTS SAT topshirmagansiz. Yo'q, topshirmagan. GPA'ingiz yaxshi bo'lgani uchun tekinga o'qiysiz, to'g'rimi, universitetda? Scholarship olgansiz. 3.7, 3.7. Zo'r. Xudo xolasa keyingi videolarda bir intervyu qilamiz o'qishingiz haqida. Agar videoda qiziqishsa, to'g'rimi? Otash boyib ketdi, shunga oxirgi payt videoda chiqmayapti. Mashinaga har safar benzin quyirish kerak, chunki bu yo'lga chiqadigan mashinalardan emas-da, motori слишком katta, juda ko'p ichadi. X5M bo'lgani uchun har 200 kilometr 100 so'm benzin ketyapti. Atlantaga borib kelish o'ziga bir 500 so'mcha benzinning o'ziga ketdi shu mashinada. Toyota'da yoki Lexus'da borsa menimcha yaxshiroq bo'lardi. Keyin safar shunaqa qilamiz. Benzin kolonka ham ko'rayotganingizda shu kinolarda o'g'irliklar bo'ladi-yu, pistolet ko'tarib kirib pulini ber deb tema qilishadi-yu, shunaqa joy. Naryoda trak stop va hokazo. Короче, bizning tripimiz ham tugadi. Orlandoga qaytdi. Ulug' mashinasi, mana mashina, mana bu otashning mashinasi, bu ulug'ni, bu meni. Ulug'ga
Atlantadan bitta futbolka olib keldi, mashinasini berib turganiga. Endi menikini olib turar ekan, xudo xolisa qattiq bilan borib kelishga. Miamiga gap yo'q. Shuning uchun video yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, endi mani kichkina мнение, как будто hech balo o'zgarmaydi, lekin baribir aytib qo'ying. O'zbekiston endi shu. Shu-da endi boshqa iloji yo'q, iloji yo'q. Bunaqa menejment bilan, bunaqa ko'zolamachilik bilan hech baloga erisha olmaymiz. Shuncha komanda o'zini home anaqa trenerlar bilan chiqdi. Biz qayoqdik Musri Italianis nomini ishontirib, 4 million qo'liga berib, chichvorgani qoldi endi. Uzr qo'pol gapiraman, chichvordi konkretno. Endi futbolistlarga, endi hammaga ham emas shunaqa yugurish, lekin onasining ham sizlarga pul to'layapmiz. U yugurib berishing uchun. Yugurib bera olmadi. Oqlamadi pulini, meni fikrim bo'yicha. Men ham shuni aytdim, misol uchun shuncha butun dunyodan o'zbeklar borishdi. Misol uchun biz ham bekordan bekor haydab bormadik, 7 soat support qilish uchun O'zbekiston baqirib, tomog'imizdan qilib, no. Endi 50 mingta odam, o'zbeklar 50 mingta odam chaqirib ko'ryapti-da, onasini ham. Meni ishim futbolist emas-da. Endi hozir sen ko'p gapirlayapsan deydi-ku, meni ishim futbolist emas. Meni ishim boshqa ish. O'zim ishimda men specialistman. Menga ramni yo'q-da. Uni ishi futbolistlik. Pulni oqlash kerak. Falon pul to'layapti o'tga, to'g'rimi? Mendan ko'p pul olishadi u. Onasini hamsin. Endi shuna qilsang, normal. Shuncha musor kompaniyalar anaqa yovvoyilar tuketyapti suxoyga. Endi bilmadim, O'zbekiston endi o'zbek degan narsa O'zbekiston bo'lishi kerak-da. Ular как будто endi o'zini anaqasiga anaqa skautlarga yoqsa bo'ldi. Bitta gol urib bo'ldi, yutdi deb o'yladi-da. Da. Bunaqa emas onasi ham. Sanki mahallamida u. Endi kim eshitsam eshitsursa, ochuchasiga po faktu aytayotgan bo'lsa, chichvorishdi konkretni. Pulini oqlamadi. Norozi bo'lish kerak davlat o'zi. To'g'ri aytaman, norozilik. U bizani pulni налоговый платить. Men ham налог to'layman, O'zbekiston, Amerikada yashayman, O'zbekistonga налог to'laymiz-da. Biz oilaviy. Men o'zim to'layman o'tga. Xlel to'laydi, налог rostdan to'laymiz-da. Da, shunaqa edi endi. Mayli, keyingi videoda ko'rishamiz. Charchamanglar. Rozi emasman. $5 $5 bet qiluvdim. $5 bet qiluvdim. Shu ham chichor.